Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga avtomatik rol starni temir stalniga hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib bergan. Darvozamiz bo'yi 380 ga, eni 440. Avtomatikamiz bo'yi esa 380 ga, eni 340 bo'lgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Darvozamizning kvadrati $90 dan $140 gacha bo'lib narx-navo bo'ladi. Batafsil ma'lumot ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Katta radio blok, svet bo'lmaganda rushnon holat ham bo'ladi. Hozir ichkaridan o'tib ko'rsatamiz. Jarayonimiz mana yaxshi yakunlandi. Devorimiz yana paxsa devor bo'lganligi uchun yoniga 10 profil qo'yib berganmiz. Hozir mana ichkaridan ko'ramiz. Ichkaridan ko'rinishi mana. Hop, darvozamiz svet bo'lmaganda rushnon holati, katta radio blok komplektimizda har doimgidek bo'ladi. Darvozamizda rushnon holati, katta radio blok hamda komplektimizda ikkita pulti. Darvozamiz juda yaxshi chiqdi. Tugallanmagan obyektimiz uchastkada. Darvozamiz bitta mana. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.